بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tijorat qanaqa kasb? Birodarlar, mana savdo haqida suhbatni boshlayapmiz. Halol savdo qanaqa bo'ladi? Halol savdoning ortida qanaqa yaxshiliklar bor? Savdodagi halol, harom, shubha, gumon haqida suhbatlashamiz. Savdodagi makr hilalar haqida suhbatlashamiz. Ana shu makr hilalarning ziyonlari haqida gaplashamiz. Harom savdoning orqasida nima yomonliklar bor? Shu haqida gaplashamiz. Rasululloh aytdilar, rizqning 9'i tijoratda. Aksariyatimiz mana shu tijorat bilan shug'ullanib yuribmiz. Va aksariyatimiz tijoratimizdan ko'nglimiz xotirjam emas. To'g'rimi? Yetmayapti-da. Savdo bo'lmayapti-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Qaysi kasb yaxshi? Rasululloh javob berdilar: Atyabul kasbi amalur rajuli bi yadihi va kullu bay'in mabrurin. Kishining qo'li bilan qilgan mehnati va barcha yaxshi savdo dedilar. Hunar va savdo deyaptilar Rasululloh. Rifo radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan namozgohga chiqqanida shunda payg'ambarimiz savdo qilayotgan odamlarni ko'rib turib, "Ey tojirlar jamoasi" dedilar Rasululloh. "Ey savdogarlar." Ular Rasulullohning ovozini eshitib, u tomonga qarashdi. Shunda u zot, "Albatta tojirlar qiyomat kuni fojirlar holida tirilurlar." Albatta tojirlar, savdogarlar qiyomat kunida fojirlar holida tiriltirilurlar. Faqat Allohga taqvo qilgan, yaxshilik va rostgo'ylik qilganlar bundan mustasno dedilar. Savdogarlar eshitib qo'yaylik. Tijoratchilar eshitib qo'yaylik. Agar savdogar odam taqvodor bo'lmasa, savdogarlik unga nadomat va oxirat sharmandaligini olib keladi. Tushunalingmi? Sen savdo qilyapsanmi, birodar? Tijorat qilyapsanmi? Taqvodor bo'lmasang, bu savdogarliging senga ikki dunyoda pushaymon olib keladi. Har bitta savdogar bu aytilgan hadisda 3 ta xulosani chiqarib olishligi kerak. Savdogar taqvodor bo'lsin, yaxshilik qiladigan bo'lsin va rostgo'y bo'lsin. Qaysi savdogarda mana shu 3 ta sifat bo'lsa, bu odam yolg'on ishlatmaydi, hiyla-naring qilmaydi. Chunki taqvodor, yaxshilik qiladi, yolg'on gapirmaydi. O'zi aslida tijoratdan boshqa kasblarda singari shariat ko'rsatgan yo'l bilan bo'lsa ibodatga aylanadi. Demak, bu hadis bizga savdogarlarning 2 xil holatini oldimizga qo'yapti. Birinchisi, savdogar taqvoli, xayri saxovatli inson bo'ladi yoki savdogar fosiq, yolg'onchi, haromxo'r bo'ladi. Taqvodor bo'lgan savdogarlar qiyomat kunida siddiqlar, nabiylar, shahidlar bilan birga bo'lishadi. Aldamchi, yolg'onchi, haromxo'r savdogarlar qiyomat kuni fojir bo'lib tiriladi. Endi hammaning ixtiyori o'zining qo'lida. Qaytaramiz. Agar savdogar odam taqvodor bo'lmasa, savdogarlik unga nadomat, oxirat sharmandaligini olib keladi. Mana endi birodarlar, savdoda man qilingan narsalar haqida so'z boshlaymiz. Nima ishlar man qilingan? Bu darsimiz 4-5 juma bo'lar. Undan keyin baraka haqida dars tayyorlab qo'yganmiz. Alloh qodir qilsa 10 yoki 15 jumaga boradi. Baraka. Birodarlar, bizning muammoimiz rizq qo'yayotganligimizda.
Biz hozirgi zamonda yashayotgan musulmonlarning eng katta muammoimiz rizqni quvib yurishimizda, rizq qidirishimizda, rizq topaman deb yurganimiz bizning muammoimiz. Domla, rizq qidirmaslik kerakmi? Yo'q, rizq qidirmaslik kerak. Baraka qidirish kerak. Chunki rizq seni qidiradi. Chunki rizqing yozilgan, onangning qornida 121 kunga to'lganingda, u rizq albatta senga keladi. Sen rizq qidirma, sen rizq quvma, sen baraka qidir. Barakani nimaligini tushunib oling, nimani quvish kerakligini tushunib oling, ozgina ishlasizdan ham kifoya qilaverar ekan. Bir rivoyat bor. Zubayra ismli ayol bo'lgan, Abbosiy xalifalardan birining ayoli. Juda ham saxovatli ayol bo'lgan. Kambag'al bechoralarga xayr-ehsonni juda ko'p qilgan. Ana shu saxovatli ayol yuradigan ko'chaga ko'zi ko'r bo'lgan ikkita odam o'tirib oldi. O'tib ketayotganini payqashib turib, bittasi duo qildi. Parvardigor, meni o'zingni fazling bilan rizqlantirgin dedi. Ikkinchisi, Parvardigor, meni Zubaydani fazl bilan rizqlantirgin dedi. Haligi ayol eshitdi duosini ikkalasini, ketdi. Bordida Parvardigor o'zingni fazling bilan meni rizqlantirgin degan odamga 2 dirham sadaqa qildi. Meni Zubaydani fazli bilan rizqlantirgin deganga bitta tovuqni pishirib, butun tovuqni ichiga 10 dinor solib jo'natdi. Olib kelib berishdi. Parvardigor meni o'zingni fazling bilan rizqlantir deganga 2 dirham tegdi. Meni Zubaydani fazl bilan rizqlantir deganga 10 dinor tegdi. 5 kun, 10 kun shu ehsonni qildi. Bunga 2 dirham, bunga tovuq. Shu 10 kun o'tgandan keyin kelib, haligi Zubayda ikkala odam oldiga kelib, haligi har kuni tovuq olgan odamga qarab turib, bizni fazlimiz seni ancha boy badalat qilib qo'ydimi? 10 dinordan bersa 10 kunda 100 dinor berdimi? Bizi fazlimiz seni ancha boy qilib qo'ygandir dedi. Deganida yo'q dedi. Nimaga desa, men har kuni menga kelgan tovuqni sherigimga 2 dirhamga sotib, 2 dirhamda oldim men deydi. Shunda Zubayda aytdiki, subhanalloh. Zubaydani fazli bilan meni boy qilgan degan odamni boy qilmadi, o'zingni fazling bilan meni boy qilgan degan odamni boy qildi dedi. Sizni rizqingizni xotirjam bo'ling, birov ola olmaydi. Tushunarlimi? Qo'rqmang. Yonboshingizga yana bitta do'kon ochilsa, sizga tovaringizni sotadigan. Qo'rqmang. Dollarning kursi o'ynab ketsa. Qo'rqmang. Rizq kimdan? Allohdan. Bo'lmasam, Zubaydani fazlidan meni boy qilib turgan degan odamga tovuqni pishirib ichiga 10 dinor oltinni solib bersa, Alloh xohlamasa, berigi Allohning fazlidan boy qil deganga o'tkazib yuborar ekan. Bu kimning qo'lida? Yengilladinglarmi hozir? To'g'rimi? Yengil his qildinglarmi o'zingizlarda? Ayniqsa ish yurishmayotganlar. Ayniqsa do'koniga konkurent chiqib qolganlar. Shuning uchun birodar, siz savdoda halol, taqvoli bo'lasizmi? Yolg'onchi, fojir bo'lasizmi? Baribir rizqingizni yeysiz. Savdoda man qilingan narsalar haqida so'z boshlaymiz. Birinchisi aldamchilik. Savdoda odamlarning ko'zini bo'yash, yolg'onchilik, aldamchilik harom bo'lgan amal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bug'doy sotayotgan odam oldiga o'tib qoldilar. Qarasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bug'doyni bir tomoniga suv to'yib qo'ygan. U zot qo'lini kirgizsalar, ho'l ekan. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Laysa minna man g'ashshana." Bizni aldagan bizdan emas dedi. Yana bir rivoyatda, Muslim bilan Termiziyning rivoyatida, "Ya Rasululloh, yomg'ir tegib qopti" dedi. Ya'ni atay qilmagan, yomg'ir tegib qopti. Shunda payg'ambarimiz aytdilar: "Odamlar ko'rishi uchun mana shu ho'l tomonni ham ochib qo'ymabsan-da, kim aldasa mendan emas" dedilar. U atay qilmadi.
Atay qilmadi. Lekin odamlarga shu aybini ko'rsatmadi. Endi suv tegib qolgandan keyin birinchidan ishib qoladi, og'ir bo'ladi, aldashlik bo'ladi. Ikkinchidan suv tegib qolgandan keyin bu bug'doyni saqlab bo'lmaydi. Shuni ko'rsatmasdan, aytmasdan sotyaptimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsani bizdan emas bu ishni qilganlar deyaptilar. Haligi oldiga o'tib ketib aytib beraman yana bitta narsani. Menda mana bu narsa bor. Sotyapman Ahmadga. Aybi bor. Eng taqvolimiz qo'shtirnoq ichida. Aybini so'rasa aytamiz, bo'lsa tektiramiz. Uni tafsiloti bilan tushuntiraman, o'rni kelganda aytib qo'yay. Shuni sotayotganimda manaqa aybi bor deb sotmasam, savdoim harom bo'ladi. So'raganda aytmasa 2 marta harom bo'ladi. Xo'p, bu men bilan Ahmad o'rtasidagi ish. Endi 3-chi odam turibdi yonimda. Mana u sotayotgan narsamni aybi bor. Men aytmayapman. 1. Klient so'ragani aqli yetmayapti. 2. Ammo 3-chi odam bilib turibdi shuni aybini. Sotib olsam, bu aybini aytib qo'ymasa, bu ham gunohkor bo'ladi. 3-chi odam ko'rib turib aytmasa, shu haromga bu ham sherik bo'ladi deyilyapti. Tushunyapsizlarmi? Qaysi darajada biz bu taqvo yo'lidan uzoq bo'lib ketdik savdoda? Rasululloh bizdan emas degani, meni dinimdan emas degani. Endi bizni zamonimizga kelib turib, ayrim savdogarlarda qilayotgan hiyla, naringlaringga qarab aqling uchadi. Bizni bozorlarimizda savdo ilmini bilmagan kishilar savdo qilmasin deb Umar ibn Xattob qattiq uqtirgan odamlarga. Modomiki savdogarni, tijoratchini rizq haqidagi tasavvuri noto'g'ri ekan, rizqni nima ekanligini to'g'ri tushunmas ekan, tamom. Bu savdogarni yakka-yagona maqsadi pul topish bo'lib qoladi. Qana qilib bo'lsa ham pul topish bo'lib qoladi. Mana shunga o'xshagan savdogarlar o'zini savdosida hiyla, nayrani shunaqa bir yo'llarni o'ylab topganki, qarab aqling lol qolib qoladi. Sotuvchini g'ami qana qilib bo'lsa ham xaridorni aldab, molni o'tkazib pulni olish, undan boshqa g'ami yo'q. Buni eng oddiy ko'rinishi qulpuna sotayotgan odam qulpunada to'kib qo'yadi bir jon, oldiga qanaqalarni terib qo'yadi, orqasidan solib beraveradi. Mana bitta eng yengil ko'rinishi. Eni qarangda jazoda. Cho'qiydiganlar ham kattasini olib yeydi. O'sha oldiga chiqarib qo'ygan kattasini olib yeydi. Qulpuna pishibdimi deydi. Deb turadi-da, olmaydi, ketaveradi. Bu eng yengil ko'rinishi. Olmani shunaqa yiltilatib turib terib qo'yadi, qurti bor tomonini bu yoqqa qo'yadi. Qarang, bu bug'doy sotayotgan odam payg'ambarimiz oldida turgan. Atay qilgani yo'q. Yomg'ir tegib qopti. Shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz bizdan emas deyapti. Endi ataylab odamlarni aldab savdo qilayotganlarda nima deyish kerak? Laysa minna man g'ashshana yoki man g'ashsha laysa minna. Kim aldasa bizdan emas. Al-g'ish, aldashlik so'zini istilohiy ma'nolari. Ya'ni savdosida g'ish, aldoqchilik qilgan bizdan emas. Endi nima bo'ladi al-g'ishning ma'nolari? Birinchisi, molni sotilmay qolishiga sabab bo'ladigan ma'lumotni xaridordan yashirishlik al-g'ish bo'ladi. Aybini aytsangiz olmay qo'yadi. Sotayotgan molingiz aybini aytmadingizmi? Demak siz al-g'ish amalini qildingiz. So'ramadi-da o'zidan omila deydi. Yo'q, so'rash kerak emas, sen aytishing kerak o'zi. Mo korobkasi ezilib qolgan, mo Xitoydagi, mo keyingi partiya, xullas kamchiligini aytishing kerak. Birodar, kamchiligini aytsam olmay qo'yadi dema. Alloh yozgan bo'lsa olaveradi. Endi kamchiligini yashirib tur, Alloh yozmagan bo'lsa olmay qo'yaveradi. Al-g'ish so'zini yana bir ma'nosi yaxshi narsaga yomon narsani aralashtirib qo'yish. Yaxshi guruchni ichiga xirorog'ini aralashtirib qo'yadi. Voy, buni qilib pul topgan odam puli qayoqqa ketayotganligini bir qarab qo'ysin. Al-g'ish yana bir ma'nosi bir narsani yaxshi tarafini ko'rsatish va yomon tomonini berkitish.
Boyga prilavkaga terib qo'yishda. Oho, domla, agar bunaqa shablon bilan o'lchaydigan bo'lsak, bizni juda ko'p ishlarimiz nochor ekanda. O'shuning uchun baraka bo'lmayapti, birodarlar, topganimizda. Topganlar bo'lsa, topgan sari yana to'ymayapti. Osoyishtalik yo'qda hayotida. Yo oilasida tinchlik yo'q, farzandlarning hayotida tinchlik yo'q, yoki bo'lmasam sog'ligida bir davomiylik yo'q. Alloh musulmon bandani yaxshi ko'radi. Shunga o'xshagan gunoh amallar qilsa, oxiratga qolmasin deb shu dunyoni o'zlari jazosini berib qo'yadi. Hadisda keldi, agar bandalarim deyapti Alloh taolo, bandalarim men xohlagandek bo'lsa, yomg'irni tunda yog'dirib, kunduzi quyoshni chiqarib qo'yar edim. Momo guldirakning ovozini eshittirmasdim. Alloh shunaqa yaxshi ko'radi bizni. Yomg'ir yog'ib, bezovta qilmaydi kunduzi. Yomg'ir kechqurun yog'adi uxlayotganingizda. Ertalab tursangiz, havo toza, hamma yoq salqin, kun charaqlab chiqib turar edi. Momo guldirakning ovozini eshittirib ham qalbiga qo'rquv kirgizmas edim, deyapti. Shuning uchun bizga nima yomonlik kelayotgan bo'lsa, bizga yoqmaydigan makruhotlar. Bu bari o'zimizning nimamizdan, fe'l-atvorimizdan. Al-g'ish, aldashlikning zararlari. Birinchidan, Rasululloh bunday kishidan pokligini aytibdilar. Mendan emas deyaptilar. Bunaqa amalni qilgan odam Allohdan ham uzoq bo'ladi, bandalardan ham uzoq bo'ladi. Bunaqa savdo qiladigan odamning foydasi kam bo'ladi, himmati past bo'ladi. Bunaqa bandani Allohning nazarida xor bo'lishi bor. Bunaqa yo'l bilan topilgan pulda yaxshilik ham bo'lmaydi, baraka ham bo'lmaydi. Bunaqa ish qilayotgan odam Alloh unga yuklatgan omonatga xiyonat qilayotgan bo'ladi. Bunaqa odam iymoni zaif ekanligiga dalil ishi. Bu ishni qilayotgan odam jahannamga boradigan yo'lga tushibdi. Odamlarga zulm, nohaq yo'l bilan mol yeyishlik bu yo'l. Bu yo'l duolarning ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Bu yo'l zurriyotning kelajagi uchun yomon bo'ladi. Bu yo'l bilan odamlar o'rtasida ishonchsizlik yuzaga keladi. Bu yo'l o'ziga zulm qilishlik. Bu yo'l bilan tanilgan odam jamiyatda behurmat bo'ladi, ishonchsiz odam bo'lib taniladi. Bu yo'lda turgan odamlar orasida gina kudurat, hiqd va adovat yoyiladi. Jamiyatda fasod tarqaydi. O'ziga va oilasiga bunaqa aldoqchi odam nomus orab keladi. Qiyomat kunida hisobi og'ir bo'ladi. Chunki qiyomatda Alloh taolo bir bandasini gunohlarini avf qilib, bor jannatga kelaver deb izn beradi. Alloh o'zini haqqidan kechadi. Alloh karim zot. Ammo jannatning eshigining oldiga borganda bu odamlarning haqqini yegan odamni haqdorlar kutib turadi. Mana endi bu yerda hech kim aralashmaydi o'rtadagi haqqa. Alloh aralashmaydi bandalarning haqqiga. Endi kimdan nima haq yegan bo'lsa, kelib uni savoblarini olib ketadi. Savoblarni olib ketadi. Savobi qolmadi. Lekin haqdorlar turibdi yana. Endi nima bo'ladi? Endi ularning gunohlari bunga yuklaydi. Shu gunohi bilan jahannamga tushib ketib, kuyib, shu gunohlariga yarasha azoblanmaguncha jahannamdan chiqmaydi. Birodalar, savdoda halol bo'laylik. Taqvodor bo'laylik. Chunki fosiq bo'lsangiz ham, taqvodor bo'lsam yozilgani keladi. Shunga xotirjam bo'linglar. Savdodagi hiyla-nayrangning turlaridan kimdir qo'yini qimmatroq sotishlikni niyat qiladida, hayvonga sho'r narsani yegizib, bir kun suv ichirmaydi. Jonivor chanqaydi, bozorga olib chiqishdan oldin oldiga suvni qo'yadi, suvni ichiradi, qorni katta bo'lib ishadida, olib borib turib yolg'on bilan qo'yini sotadi. Onor bozordan onor olib kuymagan odam bormi ishimizda desam, g'alati savol bo'ladi. Aka ko'rik qo'ying deydi, onorni kesib beradi, katta bo'ladi, donasi shirin bo'ladi. Bo'ldi, bering deb 2 kilo olib kelasan, olib kelsang nima bo'ladi? Yarmidan ko'proq achchiq bo'ladi. O'shnaqa qilib pul topayotganlar qayoqqa ketyapti ekan puli? Bir qaramaydimi? Aldov qallobliklar uyasiga aylanib qolgan bozor. E'tibor bering-da, agar inson Allohni tanimasa, rizq haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lmasa, bu odamda aqli nimaga ishlaydi? Faqat pul topish.
qanaqa qilib bo'lsa ham pul topish. Ehtimol shunaqa ishni qilayotganlar o'zini musulmon deb bilar. Ehtimol hojakadir. Ehtimol soqoli bordir. Ehtimol qo'lida tasbih bilan beshmahal masjidga yugurar. Birodar, masjidga yugurganing, soqol qo'yganing, tasbih aytganing bular nafl amallar. Ammo savdoingda sodiq taqvodor bo'lishing farzidir. Sen bunaqa nafl amalni zo'r qilib turib, savdoingda hiylalarni ishlatayotgan bo'lsang, bu nafllaring qabul bo'lmaydi. Shuning uchun aytamiz, "Yo'q, hoji aka, bunaqa nafl amalni mingtasini qilgandan ko'ra savdoingizni tuzatib qo'ysangiz yaxshiroq bo'ladi." Chunki Abdulloh ibn Umar taqvodorlarning ustozi bo'lgan, Umar ibn Xattobning o'g'li bo'lgan Abdulloh ibn Umar aytayaptiki, haromdan kelgan bir doniqni rad qilish, bir so'm pulni rad qilish Alloh yo'lida 100 mingni infoq qilishdan ko'ra afzaldir. Chunki qilayotgan 100 ming so'm nafl sadaqa bo'lsa, nafl bo'lsa amalingiz, savdoingizda harom puldan taqvo qilsangiz bir so'midan, mana shu 100 mingni sadaqa qilgandan ko'ra savob ko'proq bo'ladi. Allohdan qo'rqish kerak, al-g'ish, aldamchilikni qo'yish kerak. Bunaqa yo'l bilan topilgan mol harom bo'ladi, egasiga yuqmaydi, boshiga bitgan balo bo'ladi. Eng asosiysi, darsimizning nihoyasi, Allohdan qo'rqmagan, yolg'onchilikni savdoda o'ziga kasb qilgan kimsa ikki dunyoda sharmanda bo'ladi. Alloh azza va jalla o'zi panoh bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.